Siz 50 yoshdan keyin qanday yashashni xohlaysiz? Erkin harakatlanib, sayohat qilib, nabiralaringiz bilan o'ynab, kulib yurishingizni yoki har kuni charchoq, og'riq va dori-darmonlarga bog'lanib qolishingizni? Haqiqat shundaki, sog'liq o'z-o'zidan berilmaydi. Uni har kuniga qarorlarimiz bilan ko'rib boramiz. Atrofingizga qarang. Bir odam yoshiga qaramasdan qanchalik odamlar har xil. Bir og'ir qadam tashlaydi, tez charchaydi, doimo nimadir shikoyat qiladi. Boshqasi esa tetik, faol, kayfiyati yaxshi, hayotdan zavq qilib yuradi. Nega? Chunki bir inson yillab davomida o'z sog'lig'iga qarab yuradi. To'g'ri ovqatlanadi, vaqt-vaqtiga yotadi, harakat qiladi, suv ichadi. Sog'liqni pulga sotib olib bo'lmaydi, lekin uni har kuni odatlar bilan saqlab qolish mumkin. Bugun o'zingizga savol bering. 10 yildan keyin qaysi insonga o'xshayman? Chunki kelajakki sog'lig'imiz bugungi tanlovimizdan bog'liq. Agar shu narsaga qiziq bo'lsa, zirikda yozishingiz mumkin, sog'liq deb.